Assalomu Inspektor alaykum. Abdurahmonov. Komandir, Yaxshi yaxshimisiz? rahmat. Hujjatlaringiz. Mana hozir. Mana. Muddatda o'tgan qarzdorligingiz bor ekan. Ha, shunaqa. To'g'risini aytsam, shuni to'lash ilinjidaman. Kira qilaman mashinaga. Xudo xolisa to'lab qo'yaman, komandir. Mashinani shtrafnoyga qo'yamiz. Yo'q, unaqa qilsangiz men bola chaqamni boqolmay qolaman. Nima qilay? Qonunni buzib sizni qo'yib yuboraymi? Yengilroq nimadir bo'lsa yozib bering, iltimos. Yengillik yo'q. Qonuniy chora ko'ramiz. Abdurahmonov, Labay. Malibuni ham hujjatini tekshirib ol. Xo'p bo'ladi. Hozir. Marhamat. Ketishingiz mumkin yo'q. Mashinani jarima maydoniga qo'yamiz. Komandir. Aybim Sparkda kelganimmi? Tushunmadim. Yoki